Nig'matova Mahliroy Rasuljonovna hozirda UBS magistranti 1-kurs talabasiman. Men UBS magistranti Mamat Soliyev Sharofiddinman. Men UBS magistranti To'layeva Shahnoza Jaloliddinovna. O'zimizning ustimizda ishlashimiz uchun ancha imkoniyatlarni ochilgan magistratura bo'yicha. Shuning uchun biz hozirda shu maqsadimiz sari olg'a qadam bosmoqdamiz. Bakalavrlik bilan magistrlik o'rtasida juda ham katta solishtirish bor. Chunki magistrlikda juda ham katta mas'uliyatlarga e'tibor qaratish kerak. Ochig'ini aytganda, 1 yil shu yerda o'qish jarayonida men ancha farqlarni sezdim. Ilmli, doktorlik darajasidagi professor o'qituvchilar va talab doirasiga javob beradigan jihozlangan xonalarda o'qish menimcha hammaga yoqsa kerak, bu asosiy farqi. Shaxsiy rivojlanishni ayta oladigan bo'lsam, hozirgi kunda biz ilmiy rahbarim bilan birgalikda maqolalar va dissertatsiyamiz bo'yicha ilmiy ishlar olib bormoqdamiz. Ustozlarimizga rahmat aytmoqchiman. Ular bizni ilmiy tadqiqotlarimizda va maqolalarimizni chiqarishimizda individual yordamlashmoqda. Shaxsiy rivojlanish uchun UBS universiteti domlalar, professorlari bilan hozirda ilmiy ish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib boryapmiz. Xudo xohlasa, shu universitetni bitirishimiz bilan PhD darajasini olish maqsadlarimiz bor. Shu kunlarda biz ilmiy ishimiz bilan mashg'ulmiz, ya'ni shu dissertatsiyamiz bo'yicha kichik maqolalar chiqarish, bu maqolalarni konferensiyalarda chop etish bilan bandmiz. Kelajakda men maqsadlarim ko'p, balki 5 yildan keyin o'zim dotsent sifatida shu yerda o'qiyotgan talabalarga o'zim bilim va ko'nikmalarimni berayotgan bo'larman. Yuqorida ta'kidlaganimdek, shu imkoniyatlardan foydalanib o'zimni olim sifatida shu yerda tasavvur qila olaman. Meni juda ham katta maqsadlarim bor. Hozir o'zim o'qigan shu professor, dotsent o'qituvchilarimizdan olgan bilimlarimni keyinchalik shu yerda o'qiyotgan, kelgusi yil ilm olishga kelgan talabalarga o'zim yana qo'llashni maqsad qilganman.